2 yıl oldu da mekte 800 ming koy kaptı bir adam. Merdizden koşkan basın birine. Ben onun nötünü töleştip, emret 5 ming koy sıvasımız vakti çıkıp bakışka. 2 ming koydan müşü dikamızı paylanıp kalsın deyip 2 ming koydan nöt töleştip zopunu şapasam 29 gün bağlan günse koşkanı özün talını köyünü kümde. Anıkin nöt azan kıp koyap. Koşka öldü deyin gel. Bu adam açıkta yana kendini koşkanın birini aldı. Merdizden koşkanı basın birine yana 30 ming koy birini aldı. Hatta onu çıkıp Afgan bunu baktım bir kıymete ulaştırdı akak dedi. Akak kıymete ulaştırsak mı ulaştırmaz. Bunun sekimigenken, koşka sekigenken koşkansa bunu azıcık sarsak buldu ha. Tab onu mu 2 ming koyun ulaştırsam ana 35 gün bo'lgan bo'lsa ona çekmedi hükümde. Öldüvattı koşkanı. Bek sılıtıp koydu. Balan koşkanı nöbet azan kılatkan diken koyma bekledi. Şunu tatkadan şu sap ketimiz aydan bulatmadı. Bir yerdeki gap men şu koşkanlıkın nöbetini de azallaştırıp zopunu tatıp başkanlık paylanıp kalsın deyip işte böylece akimiz o açgözü kılıp salib adıma koygan. Ama 8 aslan tüketken bu 2 ming kapılası deyip salib tüken şundan açta koşkanı öldü. Koy beksi basak ötken bu. Endi bu dolan koymak koşka bak qo'ldab ketdi degan gap bor ekan. Bu koşka qo'ldab ketmay jumangmi? Anlab tuymaz. Ha, neredeki xos qo'shqanniki o'lganligini, qanday kimni qo'shqa o'lab qoldi? Bichibin o'lab, yana bichibin shinkan, yana usulda qo'shqalar yana yetishib chiqadi da. Bu qo'shqa qo'lda qolmaydi bu yerda. Anda oson bo'lsa, anda qo'zg'atgan qo'shqalar qo'ldamaydi bu yerda. Ammo shu shinkan kuzini bilasayni. Ko'ralayni. O'zbekistonga o'shanizlar bilan baqqan, butkul Shinjongdan chiqayotgan Shinjong güzel deb namagan qo'shqanlik bo'lsa. To'g'ri bo'lsa. Necha yil nima qo'shqa? Qo'shqa 4 yoshli edi. 4 yoshligan bo'lsa, buni muqoya so'rayversiniz. Buningmi birovni kayniga bir joy uchib vaqt kelib qapti. Mayli mada shunday bo'lsa. Unda bo'lmasa edi. Shunda bor qo'shqanniki baldini ko'rib chiqlar. Albatta men kilan. Asma koni qo'ycha. Masalan, mana bu qo'shqanning bolasi buni. Kirama. Mana bu shuning bolasi buni. Kirama. Mana bu shuning bolasi. Lesh buloqma, mana ko'zimga xilaf ko'nadi. 50 ming ko'g'. Ben 50 kilip 50 ming ko'mi? Ha. Mushunda qo'zgagan qo'shqa. Buningdan da şekli bunu. Rose kepti mi? Rose değil mi? buningdan da ma qo'shqani men Nurahmatchamda bek buna bek qimmat olmabdi. Az deb emas notni. Lesh bu sizga adash buna? Men amaliyotda 3 ming ko'g' 4 ming ko'g' sog'an. Hozir dehqon chavchamni ko'z qasasdan muvofiq sepilab qoldi. Ha. Muvofiq sepib necha pul sepib qolmadingiz? Necha vaqtdan beri mal sanmagan buni endi. Hozir shuni endi necha vaqtdan beri aql sababim. Degan tatman to'liq malga silib buni dehqon chavchamni Mana qiling. O'zimni qismingiz hozir shu mingga emas, mingga 3 qo'yga sepib deb yo'lama. 3 qo'ysin bejon chiqib deb. Endi mingkodan sepamiz ayt, azam bo'libdi. Mingkodan sepib shu qo'ysi yerga tushib haqmida bir ko'z ko'rinlik bir foydali buni 5-6 ming pulga bo'lsa satamay qolib qolsin navada. Yana bir qo'ysin qaytini seplam. Foydani baga qolib seplam uni. Chatago. Foyda po'g'a sepim degan gapni bir ilgatang yiba. Qanday desanglar? Mingkoga qo'shqaga solda, qo'yasman. Ming bazga o'sasima shu foydagan hisob. Alloh 5 ga chiqqan bo'ldi. Bu 5 ga qo'yib qap. 5 ga badasa foyda bo'lmaydi va 5 ga yana biqishib yap qo'ymishadi. Tutib bo'ldi-na. Shu 4 ming qo'y bo'lmaganda 5 ming qo'y satamay qolib qolsa, ming qo'y bilan atilab. Aslida yana bir qo'ysa shu dehqonga qaytini qo'shqasi bijan chiqib. Chatago. Anda bo'lsa, gapni tushunib chiqdinglar. Bu favqulodda qimmat emas. Qo'shqani o'rnimiz yaqinda Bag'dod bozoridan bor. Nurahmatchani qotandi bor. Chiqib o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Bu misl buni bilan 199 14 37 27 77. Shuning bilan 24 soat men bilan aloqasi bo'ldi. Nomerni eson tutilib aloqalashib, hozir hamda qo'ynam masal jiddiy kuyatga vaqt kelib qoldi. Issiqda. Fursatni chong tutib paylam qolma.